Ikkita farzandli onani bir kuni deb nomlangan challengeimizni 4-kuni. To'g'risini aytaman, challenge boshlashga boshlab qo'yib, 3 ta video qo'ygandan keyin motivatsiyam tushib ketib, challenge to'xtatib qo'ygandim. Sababi qo'yayotgan videolarim o'zim xohlayotgan prosmotrlarni yig'mayapti edi. Maktab va kollej paytlarida ustozlarimiz 30 ta boladan 28 tasi qochib ketib, 2 tasi dars o'tishimni xohlasa, men o'sha 2 ta o'quvchi uchun borimni berib dars o'taman deyishardi. Shu narsadan ilhomlanib, meni videolarimni sog'inib kutib o'tiradigan obunachilarim uchun yana qayta video olishni boshladim. Dodajon bozorga borgan bir chele malina olib kelgan ekanlar. Tezda shakar bilan aralashtirib qo'yib konteynerlarga solib, morozilkaga joylab qo'ydim. Bundan buyog'iga banka yopish sezonida sochiq va dasturxonlarimiz dog' bo'lmasligini umuman iloji yo'q. Shu Bavi super очиститель haqida menga ko'pchilik ishlatolmayapman deb rosa negativ yozasizlar. Qizlarjonlar, buni ham o'zini ishlatish qonun qoidalari bor. To'g'ri ishlatsanglar doim ish beradi. Kirni va suvni hajmiga qarab bir qoshiqdan boshlab oshirib borasizlar. Masalan, 3 litr suvga 3 osh qoshiq Bavi solasizlar va qaynab shaqillab turgan suvni quysanglar, birpasda reaksiyaga kirishib, ko'pirish boshlaydi. Obedimiz uchun gazga guruch bilan go'shtni qo'yib, tushkunigacha oshxona stolechnisasini tozalab qo'yishga kirishdim. O'zi kichkinagina joy bo'lgani uchunmi bilmadim, hamma joyga yog' sachrab, yoyilib ketgan ekan. Ishlatilmaydigan idish-tovoqlarni chiqarib tashlab, antijirlab, ko'pirtirib yuvib oldim. Instagramda shunaqa uborka videolarini ko'rganimda ko'pirtirib yuvishligiga miyalarim dam olib mazza qolaman. Lekin real hayotda bunaqa ko'pirtirib yuvish oson-u, ko'pirtirib yuvgan joyingizni ko'pigini tozalab olish sal vaqtingiz oladi. Chunki oshxonada bunaqa joylarga suv sepib yuvib bo'lmaydi. Trapkasi yuvib, qayta va qayta artib, haligi ko'pirib chiqqan antijir va gel qoldiqlaringizni yaxshilab tozalashingiz kerak. Shu ishimni qilib bo'lgunimgacha ovqatimiz ham tayyor bo'ldi. Chiroyli qilib suzib, eng yaxshi ko'rgan salatimiz bilan dasturxonga tortiq qildim. Siz bo'lsa o'ng tarafdagi yurechani qizartirib, iliq kommentariyalar yozib keting.